budjetdan boblar harakat qilib ketgan ekan. Allohga behad hamd sanolar bo'lsinki, mana bugun YouTube rayonda birinchi o'rinda olib turin. Xudo xolasa endi qishlog'imiz asfalt bo'lib qoladi. Mana shu tashqarida yurganlar ham kelgan vaqtlarida shu asfaltlarda yurish hammamizga nasib qilsin. Parvardigor mana shu open budjetda qatnashgan hamma qishloqdosh o'g'illarimizga kattadan katta rahmat, sog'lik, salomatlik, oilasiga tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Bundan keyin ham qiladigan ishlarga hamma hafta bardavom bo'lib turin. Bundan keyin yana mana shunday uyushgan holda o'ynab, travma vaqtlarida ham yana bitta bir open budjet o'ynar ekan. Xudo xolasa unda ham YouTube qishloqda hamma joyi asfalt bo'lishini Allohning nasib qilsin. Amin. Parvardigor hammamizga, xonadonimizga tinchlik, xotirjamlik, kelasi yillarda ham o'ynab kulib, mana shunday open budjetlarda Navro'zlarda yashlab kutib olishni hammaga nasib qilsin. Amin. Amin. Parvardigor. Parvardigor hammamizga, xonadonimizga tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Kelasi yillargacha hammamiz o'yin kulgu bilan o'ynab yurishni Alloh. Aytingiz endi bosh sultoningiz. Gapiring. Hurmatli hamshirlar, mana katta kichik yosh bolalar ayniqsa ko'proq xizmat qilishdi, open budjet bo'yicha harakat qilishdi. Harakatlarga yarasha Alloh taolo hammasini ro'zg'origa, xonadoniga tinchlik, xotirjamlik, omad bersin. Hamisha to'ylar, yaxshi kunlar bo'laversin, qishlog'imiz yanada rivojlansin, hammaning xonadonida to'ylar bo'lsin.